柳絮漫天，梨花遍地，花也不飞，香尘微敛。紫燕口口衔泥，黄蜂频频偷蕊。真是鸟语花香，芳草多情的好去处啊！想不到西域还有这样的人间仙境。可是过了阿姆河往南，已是城垣残破，饥民遍地，死者不葬，伤者未医，惨不忍睹啊！果真如此吗？宝义兄刚从印度边界归来，一切亲眼目睹。正如楚材公诗中所言：“寂寞河中府，生民屡有灾。城隍连犬母，市井半丘坟。”像范延堡那样的城市，何止半丘坟呢？整个就是一个大坟茔。真人，成吉思汗仗义之师，理应吊民伐罪才是。可是战端一开，仇恨愈深，铁骑过后，玉石俱焚呐。只是苦了背井离乡的西征战士和这一方无辜的百姓。这正是耶律楚材极力举荐真人西行的原因之所在。阿海公放心，真人一路常言：道德欲行千里外，风尘不但久宜行。我之地所临河上，欲把干戈治太平，消除战端，化干戈为玉帛。这也是真人不缠千里风尘来会成吉思汗的目的。那就烦请阿海公带我去前线，向鸡犬大汗回师如何？阿海冤枉。1222 yılı 8. ayının 22. günü Çingiz Han'ın 60 yaş vakti. Serker diyorlar bu kaya. Mağbişin ayağa ulu kağanı helak kıp koyayla. Çavcın Haksan çocuğu ulu kağanı aldı geldi. Tohtala! Tohtala! Evliya Hazretleri bulamdılar. Yoksa Şeyhul Cebel Çocuğu'dan Cengiz Han kısalı. Evliya Hazretleri, merhamet. Hoş, merhamet. Bu şeyhning hali xeyli bakın ha? Onundek sağlam, uzun ömür köreligen bosan deymi. Nemişka? Yok degende kurçidek 30 kız çokan alattım. Ne bükülsüz? Merhamet. Merhamet. Moğollarning atgan choy, qimizdirg'a ko'lalamdikanlar. Şeyhul Cebel bo'g'ashqa qattiq quruq uginib qaptimi. Kim xaptun, isil taomlarga on chiqib ketmaydi. Anlasam, Evliya Hazretleri 300 yoshga kiribdilar. Bu kishilarning topgan gapi bo'lmadi. Pekirlari 73 yoshga kirdi. Nadim 300 yil umr ko'rgan odam bo'lsin. Uzun ömür ko'rishning doğrusu bor deb o'tadilar. Azaldan onunla işenmeymen. Cahanda kütünüşünün yolu var. Uzun ömür görüşünün doğrusu yok. Bende bu cahandaki baylık paragatın mehirini üzenmey uzun ömür ko'rishni tiler ekan. Bu mu bende de bo'ladigan hissiyat. Lekin elmisaqdan beri uzun ömür ko'rganlarni ko'rib bakmadık. Evliya Hazretleri ah ko'ngil samimiy ekanlar. Yaraydilar. Hakikaten faziletli zat ekanlar. Uzun ömür ko'rishni ancha armon qilib ketmadim.
Şuğunisi qiladigan ishlar nurg'un edi. Lekin armonga yarasha darmon yo'q desalar. O'tmishdagi ishlar esimga qolsa, yaqindagi ishlar esimga qolmaydigan bo'ldi. Burungi ishlar ko'z oldimga kelsa, hozirgi ishlar ko'z oldimga kelmaydigan bo'ldi. Avliyo hazratlari, kutilishni yo'lini menga ras o'gitib qo'ydigan bo'lsalar, umu g'animat. Men shuni tashna edim. Bu qo'limdan keladi. Yo'lni yiroq kelmay, oldinlarga kelgan maqsad unchalik ishni sizlarda ayamidi, ha? Yashash, amin qilish hayotlikning yo'li. Avliyo hazratlari, qandoq maslahatlar bo'lsa davasizlar, deganlariga amal qilay. Pekarlarning qarashicha, Xubey qatorliq joylarning ziroati so'q, Sichuan qatorliq joylarning ziroati issiq, Janubiy Changjiang daryosi bo'yidagilar beliq guruchlar bilan, o'ttir tuzlanlikdagilar donliq ziroatlar bilan, yayloqdagilar go'sht, qimizlar bilan tirikchilik qiladi. Biroq kim hamton isil nozik ne'matlarga berilib ketmak salomatlik foydasizdir. Nozik ne'matga berilib ketmay, ko'ngilni ozod tutmoq salomatlik foydalidir. Shunga nafsini yig'moq, ko'ngilni ozod tutmoq kutinishning eng yaxshi yo'li. To'g'ri deydilar. Akufga bashimiz kichik chog'larimizda nurg'un jafo mushaqqat chekdik. Yo'q o't yash, yo'q meva, beliq sug'urlarni tanlamay yeb bir-birimizdan bastlik cho'ng bo'ldik. Hozir ba'zi noyalarning bola chaqalari nima yaxshi bo'lsa shuni tanlab yeb, nima issiq bo'lsa shuni tanlab kiyib cho'ng bo'lasizmi? Yana desa uchib ketadi. Yemeklik ham odamga foydali ham foydasiz ekan. Uni qolgan to'g'ri dedilar. Yashash amin qilishning usuli o'xshamagan bilan yo'li o'xshash. Tangrining irosiga beqinsa yashig'il bo'ladi. Beqinmasa yashig'il bo'lmaydi. Alning royiga baqsa asojlik bo'ladi. Baqmasa ma'lumotchilik bo'ladi. Tangrim hayotlikni qadrlashni xohlaydi. Qirg'inchilik qilishni xohlamaydi. Xonday lavzlarning asojlikni tilasang, ortiqcha ishlarga aralashmay tinish yur degan hikmatli so'zi bor emasmi? Avliyo hazratlari, sizlar degan amin qilishning yo'lini tushunmadim. Tangrining irodasiga boqmoq deganlari barhaq. Men Tangriga e'tiqod qilaman. Lekin hayotlikni qadrlash, qirg'inchilik qilmaslik ba'zi mushkul ekan. Men hayotlikni qadrlasam boshqalar qadrlamaydi ekan. Men osoyishlikni tilasam boshqalar ma'lumotchilikni tilaydi ekan. Menimcha qirg'inchilik yo'li bilan qirg'inchilikni tugatganda, ma'lumotchilik yo'li bilan ma'lumotchilikni besib turganda, ondan jahonni putrab turg'ili bo'ladi ekan. Ortiqcha ishlarga aralashmay tinch yursa, jahonni qandoq idora qilib bo'ladi? Chinshhuang jazoni vosita. Javoga Lisa degandeklarni qo'lchimoq qilganlikdan oxiri changisi buzilib, tuxumi chaqilib, munqarzi xavfiga duchor bo'lgan. Buningdan belgilashga bo'ladiki, qattiq jazo yurgizish va qirg'inchilik qilish usulini qo'llanmaslik kerak. Bu o'ttir tuzanlikdagi har navbatlik solola xandonliklardan qolgan ochiq savoq. Ba'zilar ish qanchaki murakkab bo'lsa, jahan shuncha qalaymqon bo'ladi. Yasa qanchaki to'ntoq bo'lsa, mugammarlar shuncha avish oladi. Qo'shin qanchaki avsa, dushman shuncha ko'paydi deydi ekan. Chindagligining munqarz bo'lishi avam xalqi ziyoda zo'ravonlik qilish, qattiq jazo yurgizish tadbirlarini qo'llanganligidan bo'lgan. Sizlar degan bu ishlarni anglab boqmabdi ekanman. Avliyo hazratlari, men hozir qanday qilsam bo'lganligini udul tushuntirib qo'ygan bo'lsalar. Sizlar qirg'inchilik jazo yurish yo'li bilan jahonni oldilar, lekin u yo'l bilan jahonni idora qila olmaydilar. Yasoq jazo bo'yicha mutamlan yo'qotquliq, ta'lim-tarbiya bilan topdan chiqqan kishilarni yaxshi yo'lga boshlaquliq, adab axloq bilan jazoni tan qo'llanquliq, rahim shafqat bilan hayvni tan yo'lga qo'yquliq. Shunda qilganda jahon ondan amin topadi. Adab axloq bilan jazoni tan qo'llanquliq, rahim shafqat bilan hayvni tan yo'lga qo'yquliq. Avliyo hazratlari, meni jazo bilan hayvga ko'proq e'tibor berib, rahim shafqat bilan adab axloqqa ancha e'tibor bermadi demoqchiman. Uzun Labbay. Avliyo hazratlarining deganlarini xotirlamadim. Mongolcha, xanzurcha ikki xil tilda bo'lsin. Uni obdan saqlab, oldirmay fikr yurgizay. Burada ulu qolgan. Yillab urush qilib, tuman chaqirimlab yo'l bosdilar. Hozir dushmanlar yo'qitildi.
jahon tinchidi. Ulug' qag'an qo'shinlarni baldirroq qaytirib ketib, al budillari bilan osoyishlikda o'tgaylar. Deganlardek bo'g'ay, avlodlarimning osoyishlikda yashash uchun bir umr urush qildim. Avliyo hazratlari, biz bilan birga qaytqaylar. Milodiy 1222-yil 12-oyda Chingizxonning qo'shini yayloqqa qaytib keldi. Mo'ng'ul xalqining g'arbga qilgan bu qatimqi jazo yurishi asosan oxirlashdi. Nima qilmoqchi bo'lyaptilar? Qishda chaqmoqchi qilyapti. Bu cho'qim shumliqning bishorati. Kimning kirqatlarni yuyib, ko'k tangrining g'azini keltirganligini aniqlab boqay. Ulug' qag'an, o'ltirsizlar. Chaqmoq chiqish, muldir yig'ish, yer silkinish, kun tutilish deganlar, shamol bo'ron chiqqan, yomg'ir yeshin yoqqan, gulgiyalar chechaklar solashgan o'xshashli bir ish. Og'riqsizlar o'lim yetimlar sirliq ish emas. Kirqatlarni yusa, tangri hargiz g'azablanmaydi. Lekin shaman shundoq degan tursa, o'ttir tizlanliklar har kunidagidek kirqatlarni yuydi. Acaba tangri ularga e'tibor berib, yayloq tikiragilar e'tibor bermam degan. Deganlardek bo'lsa, ular yasqimdagi kirqatlarni yuyish bo'lmaydi degan modani o'zgartsam bo'g'dek-da. To'g'ri, o'zgartsam bo'g'dek. Şahim. Sizmi? Sizlar bu yerda yotganlar xeyli bo'ldi. Qaytib aram ilvasili bo'ladi. Birdan yolg'iz turg'im kelyapti. Yurtimni sig'inib ketdim. Ulug' qo'shin yayloq ketib oldi. Lekin men bu yerda qoldim. Onamni sig'inib ketdim. Rasbek sig'inib ketdim. Qag'an otamning nima ishqilib yosh ko'maydiganligini bilamsiz. Esimda qilishcha, enalarim annamiz narsi chog'larimizda qon otamizdan cho'ng bo'lganda qanday ishlarni qilasizlar deb so'ragan edi. Men g'iliq yaxshi enim Chag'atay. Düşman xotin qizlarning yeshin tekkiziman, erlarning beshini akiziman dedi. 3-enim o'giday gap usti bo'lashqa qon otamning ulug'vor ishlarini joriy qildiraman dedi. Meni nima deganligimni bilamsiz? Bilmayman. Chatoq gap qilib qo'ymagandilar. Chatoq gapni cho'ngni qilib qo'ygan o'xshayman. Men padi yilqi beqishga amroq. Bir jilg'iga bir xil ranglik yilqilarni, yana bir jilg'iga, yana bir xil ranglik yilqilarni to'ldirib yetaman dedim. Lekin texmi chatoq bo'lgani shuki, shoh bo'g'im yo'q edi. Qo'shin tortib urush qilgan texmi yo'q edi. Faqat yilqi boqqan bor. Onamning yonida turib yilqi boqqan bor edi. Men onamni sig'inib ketdim. U xon borliqda yolg'iz qolgan edi. Hozir hayotmidi? Qo'shamisan. 1222
1223 yılı 3. ayda Çoçoji bilen Çingizhan 2 yolga bölünüp şarkka atlandı. Ula kağan, biz bundan aile. Malde ketdi. 10 neçe yıldan beri u meni qadinas do'st qatorida ko'rgan birdan-bir odam. Xuddi yilqichi bilan qo'ychi do'st bo'lgandek, men bilan 7 oy birga bo'ldi. Bundaq odam kam uchraydi. Rost, kam uchraydi. U menga eng qandoq idora qilishning yo'lini ko'rsatib bergachga, jahonni birlikka keltirishning umidini ko'rardim. U yana bir umidimni, ya'ni menga qiyrilsamkan degan umidimni uzib, vaqtimning oz qolganligini aniq tushuntirib qo'ydi. To'g'ri, avliyoning hayotlikni qadrlash, qirg'inchilik qilmaslik degan yo'l yo'q. Urushda qirg'inchilik qilishdan xoli bo'lmaydi ekan, lekin imkon qadar joniq zamon bo'lmaslik yoki oz zamon bo'lish kerak ekan. Xalqni mayil qilish hammadan muhim ekan. Miladi 1224 yılı yazda G'arbga 4 yıl yurish qilgan Chingizxon oxiri yayloqqa qaytib keldi. beshida turganmidi? Biroq onamiz azoblanmay ketdi. Bu marhumaning taliydi sizlar. Qadag'am qani. Onam ko'z yumish oldida nima tortishdi ekan? Qadag'ancha qani. İlgari tangutlar biz tarafga adam evetip ellerimizni özleriga tatdi. Qag'an ata, olasının g'arbga qilgan safarlardan foydalanib, avlumizga hujum qilganda kichik opam Qadag'an o'ldirildi. Mendan farmon. Jurchixon bilan O'g'dayxon yayloq kelsin. Qurultay echib tangutlarni yo'qotish to'g'risida maslahatlashamiz. Dur.
Ulu Qağa meni tümen çakırım jirakçaydan dadınız Juchi begimni yaylaqqa qaytib berip, gün çıkış ve gün betiş iki taraftan tağutlağı qıstap hücum qilish to'g'risida kengash qildigan qurultayga 3 qitim chaqirsimi, nemishqi bamıganligini uqib kelishga avatdi. Lekin dadingizning turg'avulari meni to'sib olib kirgizmadi. Acaba Juchi akam xon bo'lsa, uning bilan ko'rishmak, tag'am Chingizxon bilan ko'rishmakdanmi tas bo'ladigan o'xshamamdi. To'taga, xafa bo'lma. Dadam og'rib qoldi, 1 yildan oshdi. Necha kundan beri bak beyaram bo'lib ketyapti. Afv qiling. Avval bir necha kun arding'izni chiqarib oling. Dadam sal o'ngishilib qolsa, cho'qim siz bilan ko'rishtirma. Bundoq sharaf menga nisib bo'ladimi? Dadam yaylaqning g'amini qilib jo'ylib yotadi. Siz yaylaqdan kelgan tursangiz, dadam yaylaqning ishini surishtirmay qoladi. Surishtirmayli qo'ysin. Bo'ldi, ketaylik. Batu, Xanata. Biz kelgan o'shimanda. Qasar bobomning 3-xonzodasi to'xtag'am ketdi Xanata. Bobom xotirjam bo'lolmay meni nazorat qilishga avatibdi. Unday emasdi. Siz xatolik o'tkazmadinglar. Men tug'ilishdan ilgari mamani markitlab bo'lib ketibdi ekan. Mana bu mendagi xatolik. Yana amroq inim chag'atayli bo'ladi ekan. Men xatolik o'tkazmasammi xatolishman. Xanata, undoq o'ylab ketmasizlar. Ko'nglim o'lib bo'ldi. Shug'unisi mening kunim oz qoldi. Xanata. Ormandagi tuman 5 qutuqa 5 ming tutunim bilan xizmatlarda bo'lishga keldim. Xutun. Ulu Qağa, yolg'iz Xonzora tug'ilgan kelgan xabarga asoslanib kettirib bo'lmaydi. Juchi begimning gunohini bekitish uchun yana aniqroq ko'rilgan beshortiga asoslanish kerak. Aniqroq ko'rilgan beshortiga asoslanib bo'lguncha Juchi Chag'ataning ulusini yutilib, Xorazmni yangi sulton bo'ladi. Ulu Qağa. Oqsoqol to'rlarim, har qaysilari qaytish qayla. Bu qatam cho'ng o'g'lim Juchi vafosizlik qildi. Özüm qo'shin tatib jazo yurish qilay. Sizlardek bir umr urush mushaqqatini tatqanlarni yana avariq ko'rmanmi? Ulu Qağa, biz sizlardan Juchi begimga jazo yurish qilmaslikni o'tinib keldik. Ulu Qağa, biz oila bo'yicha sizlarni yo'l orsiga yo'shirib qo'yib, Tarxutayning qilichidan qutuldirganligimizni deb bo'lsa-mu, qeri yuzimga yuz xotir qilgaylar. Ulu Qağa, kam deganda yana 10 kundan keyin jazo yurish qilishni qaror qilsak bo'pti ekan. Chunki vaqt odamning g'azab o'tini bosadi. Odamlar g'azbi o'rlab turganda oqilona hukm chiqarolmaydi. To'tala, kim sizlarni ora uçishga da'vat qildi? O'rtama? Desa chata? Yo'q. U yig'lab asosini yo'qotdi. Unda qo'yas kim? Men, Ulu Qağa. Yaxshi. Nimishqa? Ulu Qağa. Qalbim shunday qilishga majburladi. Sizlar cho'qim xatolashdinglar. Ulug' yasaqqa yashanganlarni hurmatlash degan moddani kirgizdilar. Shunga xatoliklarni to'sish uchun bu oqsoqol to'rlarni avar qildi. Mening xatoligim nima? Seni arzulaganligimdan xato foydalanmayotgansan. Tatarlar bilan markitlar bo'ri bilan chilbiriga o'xshash bir-biriga tortishdi. Chog'atay. Ana jonni haqoratlashga haddim emas. Dayaga. Bey. Bu xotinni qamab qo'yinglar. Ağızdan çıkan sepseteleri et görüşü tesir kılması yana. Hop! Xaganata! 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 Batu musibet xabarini yetib keldi. Çoğ akam kesel olup tükep ketibdi. Ulu Qağa! Xaganata! Ulu Qağa! Siz emredi çakırlar! Sizga üzkilenmeymen. Oğlumuz Juchi eshitishga dedi. Uning tomirlarida oqqan mening qinim. Shunga u menga o'xshash jasoratlik ham g'ayratlik. Uning yana menda yetilmagan samimiylik va oqko'ngillik yetilgan edi. Men
ayıplepdimen. Sizden oransız ağırınıpdimen. Herkes ko'ngillarga ammanglar. Almaymiz Ulug' Qag'an. Hergiz almaymiz. Ya seni qo'yib o'tinglar. Men xatolashibdiman. Ulug' Qag'an, tog'utlarga jazo yurish qilishni orqaga suraylimi? Yo'q. Ular necha qatim va'dasi turmadi. Bu qatim ular yana qadag'an o'ltiribdi. 1225-yil kuzda, ya'ni Chingizxon 63 yoshga kirganda tog'utlarga jazo yurishi qildi. Sarkard Mayaga. Labay. Ulug' Qag'andan farmon. G'ol qo'shin darhol mushu yerda bargoh tiksin. Xo'p. To'xtanglar! To'xtanglar! Ulug' Qag'an. Bu kimga qarliq tutdi? Ulug' Qag'an. O podshoh Muqolining o'g'li. Podshoh Muqoli kasal bo'lib tugab ketibdi. Ulug' Qag'an. Düşmanlarni texi yo'qotmay turib, sarkardlarim avval o'lib ketyapti. Ko'ktarim, men nima qilib bo'lmaysan? O'g'lim, dadam yosh ham timan. Mendan kichik turib, qandoqsiga o'lib ketdi. Qandoqsiga o'lib ketdi. Ulug' Qag'an, necha yildan beri podshoh Muqoli Xanzo qo'shinlarining mishlarining yon qo'shinlari bilan o'tir tuzlanlikni idora qilib turg'ashqa, Xiberdagi aymoq viloyatlarining hammasi bizga bo'ysundi. Bu yilning beshida Oltin xalqining Avod shahri funksiyoni qo'rshovga olayli deb qolgan edik. Lekin tong'utlarning yordamchi qo'shin tuyuqsiz o'z oldiga chekinib ketgachga shahar qo'lda yetib qoldi. Podshoh Muqoli hasrat g'azabda kasal bo'lib yetib qoldi. Uzun o'tmay Tangrining dargohiga ketdi. Tong'utlar yana vafosizlik qildi-da. Deganlar barhaq. Tong'utlar podshoh Muqolining tugab ketganligi, sizning g'arbga atlanganliklaridan foydalanib, Oltin xonligi bilan ittifoqlashib ahd tuzdi. Yani yayloqdagi qabilalarni ostirdan o'ziga tortib, sizlar bilan qarshilashmoqchi bo'ldi. Tong'ut xoni, aldabani yemay qolmaysan. Ulug' Qag'an, hozir hech kimning gapiga quloq solmayotdi. Ra'yi qo'yitayli. Ko'ngli biroz bo'lsin aram topa. Necha kundan beri shiklabda ketdi. Uzun sakal, rost gap qiling. Kesilim xili ig'irmi? Xotirjam tinish yetib kutimda qolib bo'lsa, Ulug' Qag'an salamaza saqayib ketadilar. Yana xotirjam, tinch yotam deman. Ulug' Qag'an, ati qo'shin bilan yo'laqqa qaytib ketayli. Yo'q, Yasuy, meni to'sma.
duo qilamiz. Yasoqlar bo'yicha ati qurultay ichib, Xonzoda Mo'yalla o'rtoqlashib ketsin. Bo'lamdi. O'ltiringlar. Ulug' qog'am tunigun o'dishi qilib tushib, kechich qizib chiqdi. Qo'shinimiz yana ilgirlamdi yoki qaytamdi? Bir nim deyishib baqsanglar. Qog'on aka, menimcha qaytayli. Tog'utlar sepillik uyvaralarda yashaydi. Uyvaralarni yayloq ko'chganda ko'chirib ketarmaydi. Muborak tallari yoshlangandan keyin ondan ularning adini bersak-mi bo'ladi. Tog'amning fikriga qo'shilaman. Tallari hammadan muhim. Sizlar 63 yoshga kirdilar. Uzun yillar davomida nurg'un urush mushaqqatlarini boshdan kechirdilar. Endi bir necha yil xotirjam orom ilyapsizlar. Ular qag'an, Tog'utxoni arzimas birdimi-ku? Sizlar avvarog'idek ish yo'q. Yayloqqa berib o'zlarini kutkaylar. Biz Tog'utxonini otni salmolgandek salmolab oldilariga akib beraylik. Ulug' qog'am, hammalar sizlarni qo'shindan qaytishga da'vat qilyapti. Yo'q. 43 yil ilgari Markitlarga yurish qilgandan beri 10 necha qatim cho'ng kichik urushlarni qildim. Azalda natijasiz qaytib boqmadim. Tog'utxoni asli bizni ojiz ko'rib kelgan. Agar yerim yo'lda qaytsam, ular meni qo'rqinchoq deb sanab qiladi. Ulug' qog'on, Mardning og'amchisi uzun. Qog'on ota, Ulug' qog'on. Ma'qul. O'ltiringlar. Qaytsaqmi, qaytayli. Biroq Tog'utlarni hayvonsiz oshirib etmayli. Mushiyaga bargoh tikib, Tog'utlarni taslim bo'lishga da'vat qilib, elchi avataman. Tog'utxoni Chingizxonning umid qilganidek qo'l ko'tarib taslim bo'lmay, aksicha avatgan elchilariga ashaddiy Mo'ng'ullar bilan atlashish niyatim yo'q deb javob berdi. Shuning bilan 1,5 yillik urush oxiri boshlandi. yili 8-oyda Chingizxon Yo'panshan teg'a bag'rida ig'ir kasalga mubtalo bo'ldi. Qorni intayin qilin yog'di. Qog'on. Ben bir tush ko'rdim. Tushimda dadam miya sugay, opam o'lin, singlim dem o'lim bilan enim qochig'ularni ko'rdim. Ular meni ko'rib shuncha yiqinchilik qilib ketdi. Yana bo'ro qo'l muqoli. To'g'ri, nevram muqa to'g'an. Yana chiqamagan qeri xizmatkor vaqtchillarmi bor. Ona bola bo'rta bilan jo'chi. Yana Balgutayning aksi qasar ishkimiz etib o'ltirib etgan baktarlar meni ko'rib chiroylari tutilib ketdi. Yana qadag'ammi bor dedi. O mendan xilajroq dedi. Onu çağırsam anlamadı. Ömrümde uğraşkan düşmanlarım, doğru ve hata kılan işlerim esimde kalmaptı. Kırındaşlarımın hizmetlerim bana ayan. Ben 4 kırındaşımdan man kılan yaxşılığını kaydıramadım. Keyince aldırmaya kaydıramam. Ulug' qog'on, Tog'utxoni taslim bo'ldi. Ulug' qog'on. O'rnlaridan turmay yetavaslar. Yo'q. Madarimning barida ko'pchilikka
qo'yadigan ba'zi gaplarim bor. Ayağa. Labbay. Ularni chaqirib kel. Xo'p. Köftağını meni dergahıga çıllavatıdı. Bir neçe işini sizlerge tapılap koyay. Anata! Durunlar. Birinci iş, Cürcitlarını yo'qotishning çaresi. Cürcitlarning xil qo'shini Tunganda turadi. Janubi tarafi tog'liq, shimoli tarafi daryo. Ular hujum qilmoqda. Sunxonligi bilan Oltin xonligi ko'n raqiblardan. Shuna Iroqdagi Sunxonligi bilan aplashib, yaqindagi Oltin xonligiga hujum qilish uchun Sunxonligidan yo'l elib, Oltin xonligining kendidan besib kirib, o'sini chuvassak, Tungan tavarkini qaytirib kelalaymiz. İkinci iş, Tangutlarını yo'qotishning chorasi. Qanata, Tangutlar taslim bo'lg'aydi o. Yo'q, ular taslim bo'lishga qo'shildi. Ertadan boshlab shimolga qarab mang'ayli. Agar yerim yo'lda o'lib qolsam, o'limimni tog'da uzatmanglar. Dushmanlar meni o'lib ketganimni bilib qolmasin. Tangut Xoni belgilangan vaqt taslim bo'lishga kelsa, uni ketkizib etmanglar. Hammasini o'ldirib deb, keyingi ofatni mangu qoldirmanglar. Xo'p. Üçüncü iş, mening qog'onliq o'rnimda faqat bir o'g'lim o'tiralaydi. Men uni Ögüdeyge topshirdim. O senin qog'oninglar, uningga bo'ysuninglar. Xo'p. Ögüdey. Qog'onata. Ulug' qog'on. Yo'lluqchi Sey, mendan san qolgan tabarruk, elni idora qilish berdigan hunarvan, aql ko'z berdigan donishmand. Deganlarni unutmayman. Unutmag'ning yaxshi. Unutmag'ning yaxshi. Hamma ish joyida bo'ldi. Miladi 1227 yılı 8. ayının 25. günü Çingizxan 66 yaşında Liupanshan tig'i bağrıdaki Sınır nahiyesinde qazo qildi. Uning avlodlari jasadini yayloqqa qaytib keldi. Çingizxonning vasiyati bo'yicha qabri turg'izilmadi. Uning jasadi qo'yilgan joyning atrofidagi 30 chaqirimlik doiraga cho'rdab o'qlar qadilib, u yana saqlashga chiriklab qo'yildi. Mana 700 necha yil o'tib ketdi. Çingizxonning jasadi qo'yilgan joy texchi yeshilmagan sir bo'lib kelmoqda. Bu ulug' zotning yaratgan to'hfasi va o'tkazgan savalligiga tarixchilar ilmiy baho berdi.
Lekin mazkur filmda tonishtirilgan Chingizxon odatdagi kishilarga o'xshashla hissiyotchan va orzu istaklarga intilgan, o'zida oliyjanoblik hislat yetildirgan, ammo vujudida nuqsonlarni saqlangan, donolikni qilgan va savallikni o'tkazgan, utuq qozongan va hasrat pushaymonlik qilgan bir avlod jahon sarkarisi edi.草原走过，吹散多少传说，留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家园，因你而辽阔。到处传扬你的恩德，在牧人心头铭刻，深深铭刻。